Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. 83-bet. Iqro va ta'allam. Iqro deganimiz o'qi deyapti. Va ta'allam va ta'lim olgin, bilgin deyapti. Aynal qohiratu. Ayna deganimiz demak bu qayerda degan savol uchun ishlatiladigan va so'zni, gapni boshida keladi. Al-Qohira degani Misrning poytaxti. Demak, Qohira qayerda? Javob beramiz. Al-Qohiratu. Al-Qohiratu fi Misr. Demak, Qohira shahri Misrda deyapti. Ayna Riyodu. Demak, ayna savol uchun ayna qayerda degani ayna Riyodu. Riyod shahri qayerda? Javob beramiz. Ar-Riyodu fi Saudiyati. Fi Saudiyati. Ar-Riyodu fi Saudiyati. Demak, Riyod shahri Saudiyada. Fi ichida degan ma'noni bildiradi. Ayna Toshqondi, bizga kerakli joy mana. Ayna Toshqondi. Demak, Toshkent qayerda? Toshkent so'zi arab tilida Toshqand bilan yoziladi. Toshqondu fi O'zbekiston. Toshkent O'zbekistonda. Toshkent O'zbekistonda. Demak, qaytarib o'qiymiz. Aynal Qohiratu. Qohira qayerda? Al-Qohiratu fi Misr. Qohira Misrda. Ayna Riyodu. Riyod qayerda? Ar-Riyodu fi Saudiya. Riyod Saudiyada. Ayna Toshqondu. Toshqondu fi O'zbekiston. Demak, Toshkent qayerda? Toshkent O'zbekistonda. Hop. Ayna London. Demak, London qayerda desa, Londonu fi Britaniya. London demak, London Britaniyada. Ayna London. London fi Britaniya. Demak, London qayerda? London Britaniyada. Ayna Paris. Mashalloh. Parij qayerda? Ayna Paris. Parisu fi Fransa. Demak, Parij Fransiyada. Parisu fi Fransa. Demak, Parij Fransiyada deyapti. Hop, keyingi mashqqa o'tamiz. Ajib degani javob bergin. Buni a'si bo'lmasa ajib bo'ladi. Javob bergin deb. Anil as'ilati kama fil misal. Misoldagiga o'xshash savollarga javob bergin deyapti. Hop, biz savol berishni boshlaymiz. Hop, ayna tullabu. Ayna deganimiz oldin aytganimiz ayna qayerda degan ma'noda, at-tullabu degani talabalar degani. Demak, talabalar qayerda? Javob beramiz. Bizga ana bu yerda al-maktaba degani kutubxona degani kutubxona. Demak, kutubxonada deb aytishimiz kerak. At-tullabu fil maktaba. Demak, talabalar kutubxonada. Demak, fil maktaba deganimiz kutubxona degani. Va savol berganda o'sha savolni javobi bilan boshlaymiz mana. Ayna tullabu. Talabalar qayerda? At-tullabu fil maktaba. Talabalar kutubxonada. Maktaba deganimiz kutubxona degani. Aynal maktabatu. Kutubxonani o'zi qayerda? Aynal maktabatu. Kutubxona qayerda desa, at-tobiqis salis. Tobiq deganimiz qavat. At-tobiqi qavat. As-salis degan 3 degani. Qaytaraman. At-tobiqi qavat degani, as-salisi 3 degani. Demak, kutubxona qayerda desa, al-maktabani bu yoqqa yozamiz. Al-maktabatu al-maktabatu fi at-tabiqis salis. Ana bu so'zni bu yoqqa ko'chiramiz. At-tabiqis salis. Demak, al-maktabatu fi bilan yozamiz. Fi at-tabiqis salis. Ana bu tomonga men yozib qo'ydim. Demak, savol bersa aynal maktabatu desa, aynal maktabatu desa nima deymiz? Al-maktabatu al-maktabatu fi at-tabiqis salis. Demak, kutubxona 3-qavatda bo'ladi. Ana bu so'zni qaytib ko'chiramiz fidan keyin. Al-maktabatu fi at-tabiqis salis. Demak, kutubxona 3-qavatda bo'ladi. Keyingi savolimiz Aynal kitabu. Kitob qayerda? Al-haqiba deyapti. Haqiba deganimiz demak, al-haqiba degani sumka degani. Aynal kitabu. Kitob qayerda? Al-haqibatu ya'ni sumkani ichida deb aytishimiz kerak. Ana yozdim men. Demak, savol beryapti. Aynal kitabu. Demak, haqiba deganimiz, demak, kitob qayerda? Sumkani ichida deb aytishimiz kerak. Al-kitabu fil haqibati. Demak, kitob
sumkaning ichida bo'ladi. Qolgan mashqlarni ham xuddi shunday davom ettirasizlar. Xo'p. Ayna kamalun, kamol qayerda? Ayna kamalun, kamol qayerda? Kamal qayerda desa, al-mat'am, mat'am degan oshxona. Birinchi kamolni aytamiz, al-kamalun deymiz. Keyin fin, kamol bu yoqqa qo'yamiz, mana fini o'rtaga qo'yasizlar va fil mat'am bo'ladi. Mat'amni bu yoqqa qo'yamiz. Al-kamalun fi mat'am, demak kamol oshxonada bo'ladi. Xuddi shunday ayna Bag'dadu, Bag'dod qayerda? Demak, Bag'dod qayerda desa, Bag'dod shahri endi bu, al-Iroq, ya'ni Iroqda deymiz. Demak, Bag'dadu fi Iroq deymiz. Ya'ni Toshqondu fi O'zbekistonga o'xshaydi bu ham. Bag'dadu fi Iroq. Demak, Bag'dod Iroqda bo'ladi. O'rtaga fini qo'yamiz. Ana buni o'chiramiz, mana. Bag'dadu fi Iroq bo'ladi. Ayna Xurtum, Xurtum qayerda deyapti? Xurtum javob berganimizda ayna emas, al-Xurtumu fi qo'yasiz bu yoqqa. Al-Xurtumu fi Sudan. Demak, Xurtum Sudanda bo'ladi. Ayna Fatimatu, Fatima qayerda? Ayna Fatimatu, Fatima albay uyda demoqchimiz. Masalan, Oysha, Fatima qayerda deydigan bo'lsa, o'sha so'zni o'z bilan boshlaymiz. Aynani olib tashlaymiz. Fatimatu fil bayt bo'ladi, mana fil bayt. Fatimatu fil bayt, demak Fatima uyda bo'ladi. Ayna sodiquka, sodiquka degani sening degani edi. Sening do'st, sodiqun degan do'st o'zi. Ayna sodiqa, sening do'sting qayerda desa, fasl, demak sinfda, fi fasl deymiz. Sodiquka bo'lmaydi endi, sodiqi bo'ladi ana bu. Sodiqi, buni hozir yozib tushuntiramiz. Shu tartibda bo'ladi. Mana sodiqi fil fasl bo'ladi mana. Do'stim, sodiqi. Sodiqun so'ziga yoni qo'shamiz, sodiqi bo'ladi fil fasl, demak do'stim sinfxonada bo'ladi. Sodiqi fil fasl. Keyingisi ayna Zaynab, Zaynab qayerda deyapti? Zaynab qayerda? Al-Mator, aeroportda. Al-Mator. Al-Mator, aeroportda. Demak, Zaynabni o'zini yozamiz bu tomonga va fil mator deb turib, undan keyin yozamiz buni. Zaynab birinchi, o'rtaga fi qo'yamiz, fil mator. Ana bu aynani o'chirib tashlasiz, Zaynabu fil mator bo'ladi. Zaynab aeroportda bo'ladi. Aynal muallim, muallim qayerda? Al-kulliya degan fakultet bo'ladi. Ana bu aynani o'chirsak, bu tomonga yozamiz. Al-muallimu fil kulliya, demak o'qituvchi kulliya, ya'ni fakultetda bo'ladi. Kulliya degani fakultet degani. Ana shu tartibda darslar yozganda fi deganimiz, bugungi o'tganimiz fi ichida degan ma'noda. Assalomu alaykum.